Birodar, Alloh meni doim kuzatib turadi degan shuurni qalbingda doimiy turishi seni saodatli qiladi. Senga qarab turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, qalbingga kelgan, hayolingdan har bitta o'tgan narsadan xabardor. Bu faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsani ustida kuzatib turuvchi bo'lgan zotdir. Faqat seni emas, Alloh taoloni kuzatishi faqat seni ustingda emas, butun mahluqotlarning ustida. Seni do'stingni ham kuzatayotgan Alloh, dushmaningni ham. Qushlarni ham, baliqlarni ham, parandalarni ham, darandalarni ham Alloh taolo kuzatib turadi. 3-oyat. Astagfirullah. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir.